Ixcham va arzon kvartira so'raganlar uchun mana Novostroykada ixchamgina 9-qavatda bir xonalikda 2 xonalik qilingan variantida turibmiz do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Kvartiramiz 38 kvadrat, 39.900 narxi. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Men esa obzorda kirish qismidan boshlayman. Mana shu kvartiramizda kirish qismi remont qilingan, to'liq aboyda va mana shunday koridorga oshxonani joylashtirgan. Oshxona mebellari bor, pishiriq uylari uchun gaz plitalar, vitishkalar, hamma narsa yangi ishlatsa bo'ladi va muzlatgich moykalarigacha bor. Va oshxonadan mana shunday umumiy sanuzelga o'tamiz. Dushvoy qilib bajarilgan, kir yuvish mashinasi bor, barcha mebellar, texnikalari bor, to'liq kafeda. Keyingi xonamiz bo'lyapti mehmonxona. Hozir mehmonxonani ko'rsatay. Va mana shu mehmonxonamiz bo'lyapti. To'liq aboyda, yumshoq mebellari bor, stollari bor. Mana televizorda ko'rib turibsiz. Simlarni akkuratno tepadan olsa bo'ladi va konditsioner ishlab turibdi. Uyimizda isitish tizimi bugun do'kontirni kotel bo'lyapti va to'liq chopilib oldi. Mana shunday do'kontirni kotel. Keyingi xonamiz yotoqxona bo'ladi. Mana shu yotoqxona qismi, yotoqxona mebellari bor, shkaflar bor ekan. Mana bu yerda bitta televizor qo'yilsa agar va shu yerdan balkonga o'tadigan joy ham bor ekan. Va mana shunday balkon qismi. Kvartiramizda balkon qismi. Bugungi kvartiramiz vokzal hududida, o'sha qizil domlarda 9-qavatda. Aziz do'stlar, bugungi kvartiramiz ixchamgina 38 kvadrat, narxi 39.900 va savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga tezda aloqaga chiqamiz. Ixcham kvartira so'raganlar uchun ajoyib variant. Hammaga rahmat, hammaga chiroyli va fayzli uylar nasib qilsin.